Necha yildan beri farzandingiz logosida o'qiydi? Biz endi bu yildan o'tdik, xudo xolasa. Bulardan umidimiz katta. O'shaning umid bilan uchala bolani bu yil o'tkazdik. Logosda tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Logosda tanlashimga o'qituvchilarni bilim saviyasi, maktabda bo'lgan sharoit, bolalarga bo'lgan e'tibor meni shunday olib keldi. Fikrga keldim shu tufayli. Logosda farzandingiz o'qiydimi? O'qiydi. Necha yildan beri? Bittasi 4-sinf, bittasi bilan 1-sinfga keldi. Necha yildan beri? Men 4 yildan beri o'qiyapti. Yana bir bor logosga farzandingizni bu yildan berishga nima turtki bo'ldi? Maktabdagi berilgan sharoitlar bolalar uchun, vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari va albatta o'qituvchilarni o'sha mahorat bilan dars berishlari bizni yana bir bor farzandimizni berishga turtki bo'ldi. Logos juda ham zo'r bo'ldi. Ancha rus tilini o'zbek tilidan ham zo'r gapiryapti. Xudo xolasa, ana shu yerda 5 baholarga bitirib, yaxshi o'qishlarga kirishni xohlaymiz. O'shaning uchun bizga juda ham ma'qul har tomonlama. Sportdan ham chempion bo'ldi, grapplingdan birinchi o'rinda oldi. Rosa ham xursandmiz. Hamma o'qituvchilarga katta rahmat. Sog' bo'lsin.